Ular cho'lda odam suyaklarini topib olishdi. 2025-yil 11-noyabr kuni Coin va Victoria ismli bu juftlik Arizona cho'lida o'zlari sotib olgan yer hududini o'rganishga borishdi. Cho'lda esa ular umuman kutilmagan topilmalarga duch kelishdi. Coinning aytishiga ko'ra, ular dastlab ikkita Meksika tangalarini, keyin esa oldi tomoni vahshiylarcha yirtilib tashlangan bolalar ryukzagini va oyoq kiyimini topib olishdi. Bular ham yetmaganidek, shu narsalar topilgan joyning yaqinidagi daraxtning tagidan bir nechta suyaklar topib olishdi. Albatta bular buni bug'u yoki kiyikning suyagi deb o'ylashdi-yu, suyaklarning usti siliqligi va odamning son suyagiga o'xshab egilganligi ularni juda ham shubhalantirdi. Doesn't look like a really clean cut. shit. Yeah, it does. Lekin kech tushishi bilan Coin kunni boshida qo'rqqan narsasi sodir bo'ldi. U yer maydonini mana shunaqa noxush holatlar bilan bog'liq bo'lmasligini juda ham xohlagan edi. Ammo birozdan keyin ular yana bir qancha suyaklarni topib olishdi. Hayron qoladigan tomoni esa, topilgan suyaklarning birida tekis kesilgan joyi bor edi va bu joy xuddi lezbiyadan qolgan iziga o'xshardi. Nihoyat ular bu topilmalar haqida mahalliy sherifga aytishga qaror qilishdi. Sherif yordamchisi bilan bog'langach, ular bo'linmada uchrashishga kelishishdi. Afsuski, voqea ham shu tarzda yakunlangan. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Bu topilmalar o'zaro bog'liq va kimnidir o'limiga aloqador bo'lishi mumkinmi? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha